Qadr yurtdoshlar, sog'mi-salomatmisizlar? Bugun 11-mart sanasi To'rtko'l tumanida reyd tadbirlari bo'lib turibdi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz reyd tadbirlarini. Sıxrab çek. Baba bir şey. Rahmetler sazan gitti mi? Ne diyecektin? Selam aytayım mı? Hı? Aynı maktab ortasında bok çıkıyor. Nerede mi? Salamat bo'ling. Dokumentlar sozan ketdi. Bir de toza hujjatlarni tekshirib turibdilar. Bunday bir lishnilar yo'q o'sha. Ya biz nömir to'xtatganda ketdilar. Biz nömir to'xtatganda ketib qoldi. Dokumentlar var ekan tekshirib yubordi. Gap konuşuruz yani. Mübarek bo'laversin mashinasi, faqat toza mashina ekan. Молодец, yosh xodimlari paxta qo'yish emas, lekin a'lo darajada ishlarni olib boradi. O'zlari yana birisi bor edi. Bu ham cho'tki, muomalalari cho'tkida. Men bo'ling bo'lmaydi, nima uchun desanglar, bir mashinada keldim.
yanında oturmadım da, indi men lekin bilgani yo'q-da. Shundan aga assalomu alaykum. Arkasında o'tiribman-da, tandirokka arkasini görmüyor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ro'za Ramazon oylariz bilan deb ikkisi muomalani chot ketib qo'ydilar. Молодец. Red tadbirlari o'zining qoyasiga yetdi. Yurtdoshlar yana bir narsani aytib o'tamiz. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek bu yerda znak bor. E'tibor berasizlar, shu avtohalokat sodir bo'lgan yerlarning ko'pisini ko'rasizlar. Znaklar, bu yerda ko'rsanglar quvib o'tmaydigan znak bor. Qizil tumaloq znak qo'yib qo'yibdi. Quvib o'tish mumkin emas degan znaklar. Shularga ahamiyat beringlar yurtdoshlar. Hozir ham gaylar ham shunga qarab turibdi endi. Quvib o'tish mumkin emas yerlarda quvib o'tganlarni, masalan, jarima yozib turibdilar. Quvib o'tmanglar, shu splashnoy bo'ladi. Masalan, primerni. Shu 380 yo'lda ko'p avtotransport hodisalari sodir bo'lib turibdi-da. Bu yoq tarafda ko'pning ustida oqshom morgun ham bir odam urib o'tdilar-da. Yurtdoshlar shunga e'tibor berishlaringizni so'rab qolar edik. 4 kun yurtdoshlarimizdan. Red tadbirlarim o'z nihoyasiga yetdi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlaringiz omadli. Agar bir o'zlaringizning fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldirsanglar bo'ladi. Bugun 11 mart. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatib borishni davom etinglar.